Vini pressingni ishlamoqda. Vini gol urdi. Jose Maria Gutierrez uslubida assist. Oh, bu golni ko'rib chiqmasak bo'lmaydi. Nihoyat Vinicius bir narsani tushunib yetdi. Agar Realda qolmoqchi bo'lsa, yugurish kerak, ishlash kerak. Bo'ldi, Ballon d'Or o'tib ketdi. Vini o'sha Ballon d'Orda qilingan yangi soch turmagidan ham voz kechdi. Vini qaytmoqda. Endi hujumga boshiga o'tsak, markaz pressingni zo'r ishlayapti. Endi bu pressingga Vini ham qo'shilmoqda. To'rdan-to'r markaziy o'yinchini to'sib turibdi. Himoyachi sherigiga majbur uzatmoqda. Vini endi unga bosim qilmoqda. Vini yugurayotgan hisobiga hamma o'yinchilar yopildi. Bunday holatlarda himoyadan chiqib ketish juda qiyin va markazga uzatma bo'lishi bilan to'pni Real o'yinchilari olib qo'yishmoqda. Bellingham Ardaga pas. Arda esa boshini ko'tarib, atrofni ringga qo'yapti va markazda bo'sh turgan Viniga to'pni uzatmoqda. Vini to'pni o'ng tarafga oldi. Himoyachilar ham darvozabon o'ng oyoqda zarba beradi deb kutib turishganida, Vini to'pni Valverdega Gucci uslubida tashlab ketmoqda. Bu to'pni to'xtatib ketish bilan Vini muxlislariga qarata, "Men Real o'yinchisiman. Men hech qayerga ketmayman. Men kurashaman. Men qaytim" demoqda. Muxlislar esa, "Biz seni 6 oy kutdik. Qaytganing bilan" deyishmoqda. Valverde bunday sovg'ani bajonidil qabul qilmoqda. Gucci esa bu pasni ko'rib, o'yinni sharhlayotgan jurnalistlar orasida shunchaki kulib qo'ydi.